Xo'p, bugun nima sizlar bilan berk zanjir umqonni gaplashyapmiz ham bundan keyin. Xo'p, o'zi tok manbai nima deb yozdik? Nima deb yozdik? Tok manbai. Akkumulyator, generatorlar va xo'p. Ular olish uchun qanaqadir muhit zarur ekan? Tok o'tish uchun zaryadli zarralar bor bo'lgan muhit bo'lishi kerak. Plus yana nima? Potensiallar farqi mavjud bo'lishi kerak. Xo'p, bizda birinchi o'rinda tok manbaini ikki xil parametr bor ekan, ya'ni elektrik yurituvchi kuch, ya'ni EUK'si yoki bo'lmasam ichki qarshiligi. Xo'p, EUK, ya'ni elektrik yurituvchi kuch tok manbaini butun zanjirga beradigan kuchlanishi. Ya'ni EUK biz epsilon xavfli belgilamadagi uni birligi volt, ya'ni bu ham bir kuchlanish, umumiy kuchlanish hisoblanadi. Lekin tok manbaini ichki qarshiligi bor, demak bu ham iste'mol qiladi qanchalik belgilangan. Ichki qarshilik ishni bilan belgilagan bo'lsam, bu ham nimada qarshilik bo'lgani uchun ohmlar belgilangan. Demak bizda mana bitta tok manbai, bitta uzun, bitta kalta bo'lgan nimalardan o'sha chizmasi xuddi shunday ifodalanadi. Uzun tayoqchasi zo'riga musbat, bunisi manfiy. Qarshi musbat manfiy qutblar. Tok musbatdan chiqib, tok yana shu tomon kelib, bunday yo'nalishda oqaveradi, aylanadi. Biz mana EUK, ya'ni epsilon elektrik yurituvchi EUK dedik, ichki qarshiligini R deb oldik. Tok musbatdan chiqib borib, R tashqi qarshidan o'tib turib, ya'ni tashqi bilan iste'molchi qo'shimga, qarshi qo'shimga shunday o'tib turib, naqlab yana qaytib kelyapti. Endi biz zanjirni bir qismi uchun qonunni gaplashganimizda faqat mana bu qismni o'ziga tushayotgan tokni ko'rgandik bir qism uchun. Endi biz berk zanjir uchun qonunni nima ko'ramiz degansak, mana shu umumiy manbani hosil etgan tokni ko'ramiz. Ya'ni I teng epsilon taqsim R plus R. Ya'ni I teng U taqsim R bilan bir xil, faqat U'ga olyapman umumiy kuchlanish EUK'ni. Umumiy qarshilik esa R plus kichik, ya'ni tashqi va ichki qarshiliklarni yig'indisini olyapman. Bu biz o'ylagan tarmoqdagi umumiy nima bo'ldi? Tok kuchi bo'ldi. Demak, biz endi mana mahrajdagi R plus R deb tarafga chiqib berib olsam, IR plusdan IR teng epsilon. Bizda mana bu IR, ya'ni kuchlanish deganimizda o'zi U teng I rimidi, bir qismi uchun qonda. Xo'p, U teng I bo'lsa, demak I ko'paytirilgan katta R deganimizda tashqi qarshilikka tushayotgan kuchlanish bo'ldi. I kara kichik R deganimizda ichki qarshilikka tushayotgan kuchlanish bo'ldi. Bu teng bo'ldi EUK. Demak, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, elektrik yurituvchi ya'ni EUK degani tashqi va ichki qarshilikka tushayotgan kuchlanishlar shu bo'lar ekan. Ya'ni uni yig'sak, umumiy kuchlanish bo'lar ekan. Haqiqatda tok manbai degani butun zanjirga berayotgan kuchlanish. Mana bu ham kuchlanish. Endi biz mana shu R qarshilik o'tayotgan tokni ifodalash uchun zanjirning bir qismi uchun ohm qonuni ifodalansam, I teng U taqsim R. Faqat shu qismga tushayotgan kuchlanish olgan bo'lsam, U R deb oldim, taqsim R. Teng epsilon taqsim R plus R. Chunki bundan umumiy tok mana shu o'tadi. Endi men bu yerdan U R topadigan bo'lsam, bu baqa bitta o'tadi-da, shunda tashqi zanjirga tushayotgan kuchlanish shuni topsam bo'ladi, U R. Tashqi kuchlanish. Mana bu qismga tushayotgan kuchlanish. Ichkiga qancha tushasa, endi xuddi shu narsani ichki uchun ifodalasa bo'ladi, U R deb. Bu U R degani ichki zanjir, ichki qarshiga tushayotgan kuchlanish shu. Mana bu. Mabodo topingiz. Demak, bo'lar ekan U R tashqi qarshilikda kuchlanishi, U kichkina esa tok manbaini ichki qarshiga tushayotgan kuchlanish shu bo'ldi. Xo'p, endi biz bu tok manbalarini o'zimizga kerakli energiyani to'plab olish uchun xohlasam ketmaydi, xohlasam parallel holda ulash mumkin. Demak, bir boshlaydigan bo'lsak, tok manbalarini ketma-ket ulash. Birinchi o'rinda bularda ham qutblarning mos yoki teskarlasi bo'lardi. Biz mos ulab ko'rdik qutblarni. Bizda tok manbalari EUK1, EUK2, EUK3 bo'lgan 3 ta manbani o'zaro mos holda, ya'ni mos holda ham qutblarni bir xil qilib, 3 tasini ketma-ket ulab oldik. Ketma-ket ulaganimda uchovini ham hosil bo'lgan toklari bir yo'nalishda qoldi. Shuning uchun umumiy tokni qo'shamiz, ya'ni bu umumiy tok oshadi. Natijada EUK umumiy degani qutblari bir xil bo'lgani uchun bir xil qutblari mos hollanganligi uchun EUK umumiy teng EUK1 plus EUK2 plus EUK3 prosta qo'shib qo'ysa bo'ldi ekan. Endi bularning har birining qarshilik bormi? R1, R2, R3. Endi qarshiliklarni ketma-ket ulanish xosasi qanaqa edi? Prosta qo'shib qo'ysam bo'ldi, ketma-ket. Parallel bo'lgan bir taqsimlanadi. Demak, bu uchovining umumiy qarshiligimiz yig'indisi topilsa bo'ldi. Endi bizda umumiy EUK va umumiy holatda ichki qarshiliklarni ko'rib olgan bo'lsak, endi mana shu zanjirdagi umumiy tok qanday bo'lgansak, o'sha berk zanjir ohm qonuni. Mana bunga qo'yib qo'ysam bo'ldi. I teng EUK umumiy taqsim R plus R umumiy dedim. EUK umumiyning uchovining yig'indisini R plusdan ichki qarshilik yig'indisini qo'ydim xolos. Bu demak mana shu manbadagi nima bo'ldi? Umumiy tok kuchi bo'ldi. Endi biz tok manbalarini ketma-ket holda ulayapmiz va qutblarini teskari holatda qilib. Bizda ikkitasini mos holda va bittasini ularga qarama-qarshi qutblar bilan ulab qo'ydim. Shunda ular hosil qilgan toklari, ularniki bir yo'nalishda chapga o'lyapti, buniki esa o'ng tarafga hosil qilyapti. Demak, toklar qarama-qarshi bo'lgani uchun bu yerda tok ozgina pasayishi mumkin, chunki qarama-qarshidan ayirib olish kerak. Endi bu holatda umumiy EUK qanday bo'lasak, EUK umumiy mos qutblilarni qo'shaman, unga qarama-qarshi bo'lganini ayirib qo'ysam bo'ladi. Umumiy EUK qilmaydi bo'ladi. Endi qarshiliklar ketma-ket bo'lgani uchun hozir bu yerda qutblari mos ili teskarligiga qaralmaydi.
Faqat yig'ma bo'lsa bo'ldi. Umumiy qarshi hisoblash tok manbai. Endi bunday umumiy tok qanday bo'lasam, I umumiy teng E umumiy taqsim R plusdan R umumiy. E ga shuni oldim. Ya'ni qarshi ulanganini, maqbul teskari ulanganini ayirib qo'ydim. Xuddi shuni qo'ydim. Umumiy qarshiga qo'ydim. Tamom. Bu bizda bo'ldi. Mana shu vaziyatda bittasi teskari ulangan vaziyatdagi umumiy tokning qiymati bo'ldi. Xo'p, ana endi agar deyapti, xuddi shunday tok manbalaridan faqat n to'lansa nima bo'ladi deyapti. N to'lansa moslayapti qutblarni, mos qilib n taqsimlaganda umumiy EUK'miz EUK n taqsimlansa EUK kari n bo'lsa bo'ladi. N tali holat shu. Qarshilar ham xuddi shunga turadi. Bir xil qarshilardan r qo'shish n taqsim qo'shganda r kari n. N taqsimlangan tok qanday bo'lsa, I teng EUK umumiy taqsim r plusdan r umumiy. EUK ga endi umumiysiga EUK kari n, r plusdan r kari n bo'ldi. N bizda nima bo'ldi? O'sha tok manbalarini soni. Bir xil tok manbai qarshiligi ham bir xil, EUK'lar ham bir xil bo'lgani uchun xuddi shuni ifodalab ketdi. Tamom. Ana endi biz bularda parallel holatlar qanday bo'ladi? Endi parallellashdan ikkitasini ko'rib chiqamiz. Qutblarni mos ili teskari qilib. Ana agar bizda deyapti, ikkita tok manbai mos holda ulasak, parallel qilib qanday bo'ladi? Mana biz nima qildik? EUK1 va EUK2 bo'lgan tok manbalarini o'zaro qutblarini mos, ya'ni bir tomonlama qilib oldik. Unda nima bo'lyapti? Buni hosil qilgan tok chapga, buniki ham chapga tok hosil qilyapti. Xo'p, bu degani bular qo'shilib birga kattaroq tok hosil qiladi, shuning uchun umumiy degani I1 plus I2 deb oldik. Endi biz faqat mana shu ikkalovini umumiy EUK'sini yoki bo'lmasa umumiy tokini topa olmoqchimizda, shuning uchun nima qilamiz? Bunga tashqi qarshi ulamaganligim uchun har biri o'zi qanday tok hosil qilishni topib olaman. I1 degani EUK1 taqsim R1 kattari yo'q, sabab bu yerda hech qanday tashqi qarshi yo'q. Faqat o'zidagi tokni hisoblayapman xolos. I2 ikkinchi tok ifodalash esa EUK2 taqsim R2 qildim xolos. I umumiy degani EUK umumiy taqsim endi R umumiy bo'lardi. R umumiy ikkovi parallellangani uchun qarshilar parallellangan nima bo'lardi? Bir taqsimlanardi, faqat ikkitasi uchun ko'paytmasini yig'ilishga bo'lib bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun men R umumiyga ko'paytmasini yig'ilishga bo'lib qo'ydim xolos. Bo'ldi. Endi mana shu ifodalarimni men kelib qo'yadigan bo'lsam, I umumiy o'rniga buni olib kelib qo'yapman. I1 o'rniga bu, I2 o'rniga bu. Buni olib kelib qo'yganimda, xo'p, bu yerda EUK1 taqsim R1, EUK2 taqsim R2. Bu mahraj bersam bunga R2, bunga R bitadi. Shunda bu yuzaga kelib qoldi va mahraji ikkovini ko'paytmas edi. Bu ifoda bilan bu ifoda qisqarib turadigan bo'lsa, menda EUK umumiy topsam, bu yig'inni mahraji bo'lishib tursa, shunda EUK umumiy teng EUK1 R2 plusdan EUK2 R1 taqsim R1 plus R2 bo'ladi. Agar bu nima bo'ldi? Ikkita tok manbalarini qutblarini mos qilib parallellaganimizda, ulardagi umumiy EUK'ning qiymati xuddi shunday bo'ladi. Agar biz uni qutblarini teskari holda ulab qo'ysak, ya'ni alishtirib plusiga minusini qilib. Bunda toklar qarama-qarshi hosil bo'lgani uchun bunda tok pasayadi. Shuning uchun men endi xuddi mana ifodani I1 minus I2 oldim. Modlab qo'ygan sababi qaysi biri kattaroq tok borligini bilmayman. Shuning uchun modul sifatida topishda bityapman. Endi ayrilyapti. Alohida olganda mana bu qiymatlar bir xil ketaveradi. Faqatgina tokni man ifodaga uchun mana bu yerda ifoda ishora minus bo'ladi. Kelganda beta minus bo'ladi. O'shani minus degan qo'ydim xolos. Faqat bu yerga nima qilib qo'ydim suratga modul. Sabab bu yerda biz kim katta emas, I1 katta, I2 katta emas. Shuning uchun modlab qo'ydim xolos. Demak, bizda bo'ldi. Qutblari o'zaro teskari holatda ulanganda ikkita tok manbai parallellangan vaziyatdagi umumiy elektr yurgich bo'ldi. Agar bizdan tok uchun topilsa, I teng EUK taqsim R plus R bo'lsa bo'ladi. Mana bu tashqi qarshi ulab bersa mana shularga. Bo'ladimi? Endi sizlar bilan real va real ampermetr bilan real voltmetrda o'lchash chegarasini oshirishga o'tamiz. Faqat